Endi men bu safar muvaffaqiyat to'g'risida gapirishdi o'zimga va sizlarga munosib deb bildim. Muvaffaqiyatga erishish odam o'zining sohasida yetuk mutaxassis bo'lib yetish orzusida yurganlar, shuni xohlaganlar uchun har xil soha vakillari bor, soha ko'p, mutaxassisliklar ko'p. Endi hamma ham o'zining sohasini yaxshi ko'rmaydiganlar bor, sohasini yaxshi ko'ruvchilar bor. Sohasini yaxshi ko'ruvchi va sohasida yetuk mutaxassis bo'lmoqchi bo'lganlar uchun bu gap bag'ishlanadi desam ham bo'laveradi. Misol buxgalteriyada ishlab, o'zi boshqa sohani yoqtiradiganlar va majbur bo'lib ishlagan yurganlar uchun emas bu. Bo'lmasa boshqa sohalarim ko'p, o'qituvchilikda ishlab, o'zi boshqa sohada doktor yoki yana ham boshqa sohalarda bo'lishi mumkin bo'lganlar bor. Ular uchun emas. Har bir odam endi maqsadga o'tamiz. Shu sohangizda telefon usta bo'lmoqchimisiz? Yoki bironta kulinariya oshpazlikda boplab o'ta zo'r qilib o'zlashtirmoqchimisiz? Yoki quruvchilik, arxitektorlikda o'ta zo'r qilib o'zlashtirmoqchimisiz? Yana sohalar ko'p, motorist bo'lmoqchimisiz? Shunga har bir sohani o'zlashtirish uchun har kuni 1% ulучшить qilib borish kerak, o'zlashtirib va takrorlab o'rganishda, intilishda va izlanishda bo'lish kerak. Ana shundagina sohangiz rivojlanadi. Endi men motivator bo'lib ketyapman. Endi bu gap bilan motivatsiya lekin bir kun bo'ladi-da, motivatsiya. Motivatsiya bir kun porlaydi, bir charaqlagan quyoshga o'xshab, yo'q, bir yongan gugurt cho'piga o'xshaydi va o'chadi. Motivatsiya bugun bo'ladi, ertaga yo'q. Motivatsiyadan ko'ra zarurroq va kuchliroq, lekin zerikarli, natijasi bomba bo'lgan boshqa narsa bor. Ko'pchilik hozirgi kunda bilmaydigan, lekin bilishi zarur bo'lgan narsani shunchaki tekinga, endi tekin desak ham bo'lmaydi endi bu. Shunchaki prosta kanal rivojlanish uchun aytib qo'yaman. Mana shu disiplina degan narsa bor, tartib. Har kuni takrorlaysiz va har kuni 1% dan yuqorilab boraverasiz bu sohangizda. Mana shunday, har kuni takrorlaysiz sohangizda. Har kuni 1% dan bilinmaydi, lekin to'xtovsiz. Bir kun ham dam yo'q. Shundagina rivojlanish bo'ladi sohangizda. You must repeat your profession on your body and your life 1% every day. Repeating your profession every day, you will be improve your life for your good result, for your life, for rightly side, for your life will be very useful, very big success. Mana shunday, ko'rdingizmi? Menda ham takrorlash har kuni bor va bo'laveradi. Orqamdagi kalendar agar 2019 ko'rinib turgan bo'lsa, bu eski kalendar. Endi qolib ketgan, lekin yangi kalendar. Hozir 2026-yil, iyul oyining 22-sanasi ertalab turib yozyapman men bu videoni. Lekin har bir odamda muvaffaqiyat erishish uchun zerikarlida hamma ham buni takrorlay olmaydi. Agarda kimda-kim shuni uddasidan chiqolsa, если что кто-то сможет это повторить на своем жизни, он может достиг большие результаты и большие успехи. Endi o'zbekchasini aytaymi? Agarda kim o'zining sohasida yetuk mutaxassis va yetuk xodim bo'lishni istasa va nomer 1 bo'lishni xohlagan taqdirda o'ta zerikarli put, o'ta zerikarli yo'l va usul, bowling way deb qo'yadi. Zerikarli yo'l. Shuni bosib o'tish kerak. 1 yil yoki 2 yil davomida. 2 yil bo'lsa 700 kundan ziyod kun bo'ladi. 1 yil bo'lsa 365 kun. O'shani bosib o'tgandagina soha mutaxassisi bo'ladi. Sohangizning yetuk mutaxassisi bo'ling. Sizda odamlar ishlatishga yo pul yetmasin, yoki sizda odamlar ishini qilib berish uchun vaqtingiz bo'lmasin. Har kuni o'z ustingizda ishlashda davom etishingiz kerak. Zerikarli, lekin natijasi zo'r. Yoshlarga motivatsiyani o'zi kam. Yoshlarga disiplina kerak. Telefon qo'llash, TikTok varaqlash yoki shorts ko'rib o'tirish umuman befoyda. Har kuni o'z ustingizda kitob tashlash kerak bo'lsa, kitob tashlash kerak.
Hunarda o'zida amaliyot bilan ishlash kerak bo'lsa, amaliyotda ishlash kerak. Bu chiqib olib endi nima deyapti demanglar, lekin iltimoslar. Endi sen qoloding demanglar. Kommentariy yozasizlar, like bosinglar, do'stlarga tarqatinglar. Va arziydi ham mana shu ma'lumot deb o'ylayman. Kelajakdagi mana shu o'zlashtirmoqchi bo'lgan sohalaringga juda ham foydali gap bo'ldi. Yoshlarga omad, salomatlik, o'zlashtirmoqchi bo'lgan sohalaringda yetuk mutaxassis bo'lishlaringni tilab qolaman. Salomat bo'linglar.